Salam do'stlar, yaxshimi? Men Almira. Eng avval hammanglarni Qurban hayitini muboraklayman. Hayitinglar muborak bo'lsin. Yetlik ko'ynaklardan olgandim, balla. Menga tanlab beringlar, qaysi bakrak yarashqandi. Mana 3 kundan oldida shu Mubinani 27-qat kuchkitdi julaning deb anglab, cho'qqim payzga ko'ynaklarni ekibdi deb shuni dekti yugurib bormaymanmi bu ishxonasiga. Ba'zan bu loban yanglab bak oldiraysiga, qo'g'lab yurib shping tatmadinglar, mendaqda. Şunun bir çan paranlaşıp, muğduşup, bir yerde görüşme bir görüşkenki geplerimiz tügeşmeye kaldı. Şunun olan sizlerge asosiyetten da geyimini alı tunuşturup bereyim. O bina namala bilasılağın neticilden beri kiyim kiçik sahasida şıkılıp şöyüncelegi yaxşı uftuqlarını neticelerini kazanğan bir çoğun bir şirketke aylanıp oldu. Onun sizge bu 27. qaytdan hem yerimden uşuk yerinin hemini ilvap töködüğünler ama tankullardan da yoğallığını şunun pobicide kırıp tallap kettim. Çünkü 7. gün tuqqanlarni yo'qlaymiz, 2 kuni nima ish qilamiz? Mening tug'ilgan kunim balki qatnashadigan 3 kuni bir to'yi bor ekan danglar. Voy, nima degan ishchi? Bormay istiqi, boray istiqi shuni bilan oldiqdim kiyib olgani, maqtim keygil bo'lmaganki, yeni ko'ynak olay deb, shuni bilan men Mubinanikiga bakpayz ko'ynaklar kekitibdi deb qizlar deganda berib boqay deb borsam, voy nima degan chiroyli ko'ynaklar, nima degan payzi, ammo sifat raxtlarining salqinligida shu turpan xo'yansaniga egida keyin ko'ynaklar vahshiylik kendanglar. Ana degan nurg'un do'stlarimiz ajabmi bir munda tunishtirib ketdi, oqchiko'chi deb qoldi ekansizlar. Ay qizlar, bir kiyim kiyib chiqsa so'ray ekansizlar, nerdan oldinglar, nerdan qildingiz, nerda bor ekan, qandoq ekan, qo'yishingiz qandoq ekan, rangi qandoq ekan deb. Tunishtirib mana mishadan oldim deb cho'paylik qilmay deb bergan vaqtda darhol gwanju qilib, sho'zan qilib, juanfalarni qilib, denzalarni qo'yishni qat'iy unutib qolmanglar. Almira deb bermaykansiz, nerdan kiyim oldigingizni dektirgansizlar. Mana mushunday yerlardan olaman shu menmi, qaysi do'konda yeng kiyim keldi deb bo'xshak yurib berib pulman. Qanday qilamiz? Amal yo'q abay deganda bir kelgani, ya'ni ishkin chiqdim kelgili bo'lmagan keyin amal yo'q. Kim buni do'koniga yeng kiyim kelsa, shuni do'koniga avval yurib berish kerak. Mana o'shash bo'linglar jumi. Kimning do'konida yeng kiyim bor, shuni purab turib bilishinglar kerak. Ammo lekin eng oldida masala uchun mana purab turib bilib berdim. Qarangli qizlar, shuniga men Mubinaniki do'koniga kelib vahshiy payz ko'ynaklarni ko'rgandim. O'zim shunchalik yaxshi ko'rgashkimikin, shuningga atogin cho'qim chiqirib qolsam mush do'stlarim aniq so'raydi mendan. Nerdan olganingiz, nima ish qilganingiz deb biringa cho'paylik qilmay deb unda bo'lsa ma'qul dedim. Unda bo'lsa men kelgani haq kaysi bo'lmaydi deb cho'paylik qilib turibmidim. Hammanglarga deb biryapman. Agar yaxshi ko'rsanglar pastga shu Mubinaniki doyincha hozir at qilib qo'yay. O'zinglar yaxshi ko'rib, may ko'ynikini yaxshi ko'rgandim, may kiyimni yaxshi ko'rgandim deb so'rashni qat'iy unutib qolmanglar. Qo'njularni qivilishni unutib qolmanglar. 4 pasilli ko'ynaklarining posollaridan tatib ranglariga sifatlariga shunday yaxshi chiqadi ekan. Mana ko'ydinglarmi? Shunda payzi bu ko'ynaklarim. Shuningga o'zinglar gwanju qilib, so'rab qilinglar. Ana degan har qaysi yerlarda shu Mubinaning keligida Findiyansi jiqo'y, butun shu Janubiy Shinjang, Shimoliy Shinjang taraflarda. Ashtuqalarga berib beqinglar. Men kelgan ko'ynaklarning shan xo'si bormi yo'qmi bo'lmay qolsa, shu to'rdan sapir do'stlarga. Jumo, shuninglar undan boshqa meni o'zay qo'llarini nima degan yaxshi. Men hayronlik qoldim, ammo lekin mana o'shash qilib sufti yaxshi jingroq bo'lgan, ana lekin ranglarimiz shunday qiliqda chingdamdo. Ba'zi bir nyuzayning ranglari pek satqu, lekin Mubinaniki nyuzaylarning ranglarimiz shunday chiroyli ekan. Ko'rdinglarmi, bir-biridan g'ayri unuzi iz qizlarmi xotirjam apkiyalikdek uzun nyuzay tanlab ekan. Shuni natsini oldim-da, taras turusli xo'shlashib bular bilan uyga keldim mana. Tanlab beramsizlarmi yetib ko'ynakimni? Bugun yetib qaysi ko'ynakni kiyishni bilmay qoldim, sizlar menga tanlab beringlar. Mani rostga qilsam bir bilisizlar, men meyxunson ajoyib yaxshi ko'rib qolliqlar. Ish qilib shu meyxunson olqan bilan shu oyiqim batdi deb o'ylab, men mushni oldim. Mening amaliyotdan oxiranlik anaki mana stansi jinsi bir posonligi bor. Bilan jinsi aralash. Lekin men meyxunsoni oldim oyiqim bilan olqamga dapi bo'ldi ekan deb. Buni qo'yamdimda bir to'y to'killarga kiysam bo'lamki deb o'ylab qoldim. To'g'rimi emasmi? Sizlar yaxshi ko'rdinglarmi? Yaxshi ko'rsanglar cho'qqi menga deb biringlar. Jumo qaysi bakrak yarashqini. Ana degan makoyni kirim yaxshi ko'rdim. Men odatda oldirib men biligimni sal yo'g'on debchi qoronglar vushu kiyamaydim danglar. Lekin maniki vushuliqi unchoqlar bilinib ketmayga bek uchiqdek his qilmaykensizlar. Men mo'r tarafda denjansi bo'lganki biliginglarni masalan yo'g'on bilakli qizlar bo'lsa, xilatiq yerimini yib bag'ishqa inchki kichik ko'stirgandanglar. Mening misozi bayqatoq men marangni oldim. Anda matavjang sataqsa vekshi payzi men mushta Jungo fong naslari vekshi yaxshi ko'rmay qaranglar.
deysanglar. Bu sanjanta emas üstü jalyan jenken lekin qat'iy uchiq emas kejimi. Uchiq kiyishni xohlamaydigan uchiq kiymaydim deydigan xonim qizlarning hammasi bo'ldi ekan. Mushu 30 yoshdan mush 55 yoshgacha cho'ngroq hadillarimizni kiyaligidagi mana rangining godanligini demayli qo'yay. Shuning meni bek o'zim pasollarim bek yaxshi ko'rdim Jungo fondasinchi o'zim yaxshi ko'rganki shuni bilib oldim. Endi may ko'ynak nim degan toatliq mush rasmiy turpandagi qo'yansan issiqlarda papa issiqlar kiysingizmi qat'iy isketmi kerak. Qorrang usimiz deymi demangli juma o'nchi bola isket kerak emas ekan. Mana yana bir rang vatdi. Men qorni oldim. Yana bir rang qunatni unutib qoldim ish qilib. Misol yangi oyoqlar bilan kiysanglar yoki egiz oyoqlar bilan pak egiz qizlar bo'lsa pak oyoqli kiysanglar bo'ldi. Ichi diyodarsiz o'zi chiqar ekanmi. Ana degan moni bek yaxshi ko'rgandim. Afsus bu men cho'nka qoldi. Men yetib ketgandiki dikkiti berib meni kichik omlashtiray deb o'ylashdim. Lekin men mushunda to'rliq ko'ynaklarni bek yaxshi ko'rmay qaranglar. Ish qilib bir xil ko'zimga ilmiy, madaniy ko'rindi. Mushta kiyimlarni kiyib olgan qizlarni, ajashlarni, ayollarni ko'rsamchi, ko'zimga shunda bir xil illiq ko'rinibdi. Shunlashqimki, o'zimni bek yaxshi ko'rmay, endi shuninglar aniq misa oyoqlar deb qo'ydim. Endi deksi men birinchi javob tanlagan ko'ynakim. Endi men yeshilnim deb taldim desang, ay yeshil oyoqim bat emas, men yeshil olqon bilan kayfiyatga qarangizlar. Endi meni masalan men o'xshash o'ruq qizlar bo'lsa, balvog'ni chigib olsanglar bo'ldi ekan. Agarda men semizroqdan shu qo'saq bal qismlarimni go'shvat desanglar, qo'y yutib kelsanglar yaxshi yarashar ekan. Men lekin rost gapsam, işte qo'y yutib kelganni yaxshi ko'rdim jumu. Ay bu bir g'ayri ekanligi, oson tepilmaydigan bir poson, oson tepilmaydigan bir ranglar demdiq ilqi. Ma u xuysa bilan, yingsa bilan ma Luisa shuna payzda peyapti. Endi minna ko'ynakni men azaldan cho'ngshi qilib boqma rostga qilsam bir qadar men cho'ng sifat qilib qo'yamki deb o'ylab ekanman. Bir sinab boqay deb akab, op mani sinisa nima degan rohat, nima degan chiroyli. Rostga qilsam, men o'zimni bir 10 kilo o'riqlab ketganda kesib ketdim. Bek o'riq ko'stir ekan. Endi men rahninki salqinligiga ish qilib kep ketmaydi. Shunda payzama sayohatlar kelyapti, g'uljilar borasida boshqa qashqa xotinligi borasida qachon salqinning salqinini kiyib olinglar. Toz oyoq miyoqqa piqirab yursam, bizning uyning yangi a'zosi Pishbirjon. Bunun nimde isim qo'yishini faqat bilmadim. Mushuklarga isim qo'ya oladiganlar biz ism yozib beringlar. Men buni nimde chaqirishimni faqat bilmadim. Erkakka emasmi? Shuni uni Pishbirjon deb qo'ydim. Bu men ko'ynak kiysam atrofimda parvon bo'lib yurdi danglar. Akam akaptiki rostga qilsam toza yosh ko'ra ketmaydim, lekin rang ro'yi bizning uyning jonsiz tushirib edi. Shuni beqib qo'ydim. Ha, ana lekin eng oxirsida ma kostyum nim deymiz ham deylik, shiron tushunma. Amma lekin rasmiy korimda 5 million pulim bordek, lider xotinlardek bo'ldimmi? Amma vahshiy payziya go'dan mushta ko'ynaklarni, mushta kiyimlarni yaxshi ko'radigan do'stlarimiz astiga mobilan atqi qo'yay. O'zinglar 7lik yoki 7-ki to'y kun alay balay so'rininglar bo'lib qolsa, aslardan so'rab elib olsanglar bo'ldi. Menda so'ramanglar, mobinadan olislar jon xosini pastga atqi qo'yman. Xo'sh, unda bo'lsa, qaysi menga kerak yarashdi bugun qaysini kiyman, qaysini kiyman, menga deb biringlar tezdan deb biringlar piyon ichida unda bo'lsa. Bulamda oxirida denzan qo'yinchu Vafaq qilishni unutqanmanlar yuraklarim. Xayr xo'sh.